Ya hormiylar, baliq ovchilar. 29-yanvar ekan. Tashmo'riga keldim, sudak. Baliq oviga natijalarni sizlarga kuzatib qolamiz. Hammamizga omad. Tashmori mana birinchi paklovka 29-yanvar. Mana bunaqa rangga tushdi. Kuzatib qolinglar. Birinchisi bu. Ikkinchisi. Mana shu rangga tushdi mana. To'shat. Mana. Mana. Baliq ovi maroqli, juda go'zal. Qo'yib yuboramiz. Biz mana shunaqa kattalarni ham qo'yib yuboramiz, mana ko'rib qo'yinglar. Qo'yib yuborib turish kerak har qachon. Ikkinchisini ham qo'yib yuboramiz. Anvar aka. Mana shunaqa ikkinchisini qo'yib yuborib turish kerak, kattalarni ushlash kerak. 4-mi, 5-chi qo'yib yuborishimiz. Tashmo'rida ahvol. Sudaklar o'zi yonimizga kelyapti, bor. Mana 29-yanvar kunidagi ov natijalarim. Mana baliq oviga qiziqadiganlar Tashmo'rida 29-yanvar sudak ovi. Mana bugungi ov natijalarim zo'r bo'lyapti. Ov chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Tashmo'ri sudak.